Marojna yaxshi ko'radiganlar bormi? Baskin Robbinsni 3 xil marojnasini bugun mukbang qilamiz. Gilosli, shokoladli va yalpiz va shokoladligisi. Menga eng yoqqani yalpiz va shokoladligisi. Kecha Karis qaynonam ko'chaga chiqqanimizda erib olib berdilar. Menimcha men buni bir oy yesam kerak. Kallam bilan teng. Agar O'zbekistonda ham Baskin Robbins bo'lsa, bunaqa. Baskin Robbins marojnaxonasi bo'lsa, yalpiz va shokoladlisini yeb ko'ringlar va shizor. Menga eng yoqqani shu. Yalpiz bilan shokolad bir-biriga juda ham mos tushadi. Men bitta narsani so'ramoqchi edim. Karis qaynotamni qabriga olib bormoqchilar qaynonam, shuning uchun. Lekin Karis qaynotam menimcha musulmon emaslar. Duo o'qisa bo'ladimi? Qabriga borib, men duo o'qisam bo'ladimi? Kommentariyga yozib olinglar. Yaqinda qaynukam keladi armiyadan. Hammamiz birga boramiz dedilar. Mencha